Umar va Abdulloh. Men bu hikoyamda o'zimizdan keyingi o'sib kelayotgan avlodimiz vakillari va ulardan ham keyingi avlodimiz davomchilari uchun o'zim bilganlarimni so'zlab bermoqchi bo'ldim. Ushbu hikoyamni eng avval o'zim bilgan shajaramiz ustunlari bo'lmish Umar bobo va Abdulla bobo, ya'ni ikki qadrdon do'stning hayoti, ko'rgan kechirganlari, oilasidagi muhit, ularning farzandlari va kelgusida nabiralari haqida so'z boradi. Bu hikoyani yozishga nima meni undadi, bilasizmi? Ko'p joylarda bo'ldim. Kasbim taqozosi bilan xalq orasida juda ko'p kezdim. Xalq orasida juda ko'p odamlar bilan muloqotda bo'ldim. Odamlar orasida yetti pushtingni bilasanmi degan savollar bo'ldi. Menga bu savollarni hech kim bermagan. Lekin berib qolsa, bu savolga menda javob yo'q. Men juda xohlardimki, bizdan keyingi avlod vakillari hech bo'lmaganda meni otajonimni va onajonimni va ularning ota-onasi kim bo'lganliklarini bilishlarini. Ular ham o'z farzandlariga ajdodlari shunday buyuk insonlar bo'lganliklarini faxrlanib so'zlab yurishlarini juda xohlardim. Ehson bobo o'g'li Umar 1900-yilda dehqon oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek. Bolaligi haqida afsuski hech qanday ma'lumotga ega emasman. O'smirligida novcha bo'yli, xushsurat, kelishgan, taqvodor, o'tirgan turganida Allohni zikr qilib yuradigan, mo'min qobil, aqlli yigit bo'lgan. O'qish yozishni unchalik bilmasa ham Qur'on tilovatni juda yaxshi bilgan. 5 vaqt namozni kanda qilmagan. Umar ana shunday Allohni suygan bandalardan biri edi. Hali hikoyamiz davomida Umarning hayotiga yana qaytamiz. Endi Abdullaga biroz ta'rif bersak. Abdulla 1911-yilda tug'ilgan. Millati o'zbek. Eshitishimcha, otasini ismi Erdon, bobosi Bekmurod bo'lgan. Demak, Bekmurodov Abdulla Erdonovich. Afsuski, bolaligi qanday o'tganligi haqida menda hech qanday ma'lumot yo'q. Lekin o'qimishli, ziyoli oilada o'sib ulg'aygan. Chunki o'spirin paytidan yaxshi o'qib, keyinchalik o'zi tarix o'qituvchisi bo'lganini va keyinchalik farzandlariga, nabiralariga va hatto o'zimga ham tarix fanidan dars o'tgan. Xo'p, bu haqda keyin so'zlab beraman. Demak, Abdulla do'sti Umardan qolishmaydigan, novcha bo'yli, qaddi qomati kelishgan yigit bo'lgan. Faqat Umardan farqli o'laroq u ateistik tarbiya ko'rgan bo'lib, ammo hech kimdan yaxshilikni ayamaydigan, insof diyonatli, biroz qattiqqo'l, prinsipial inson bo'lgan. Yigitlik davriga yetib, kommunistik partiya a'zosi bo'lib, o'zining pedagogik faoliyatini boshlagan. Abdulla ilm-fan bilan shug'ullanib kela qolmay, o'z tengqurlari ichida o'zining xushmuomalaligi, mehmon do'stligi va san'ati bilan ajralib turgan. Abdulla davralarda dutor chertib, ashula boshlaganda mehmonlar mazza qilib eshitishar ekan. G'ijduvon, Toshirobod, Nurotadan mehmon do'stlari kelib, Abdullani uyida qo'ylar so'yilib,
bazmu jamshidlar, mehmondorchiliklar 2-3 kechalab davom etardi. Shunday kunlarning birida Abdullaning do'stlaridan biri Umarni ham o'zi bilan Abdullaning xonadoniga chorlab keldi. Abdullaning do'sti Umar bilan tanishtirdi. Abdulla Umarni xuddi avvaldan taniydigandek hazil-huzul bilan quchoq ochib kutib oldi. Umar ham o'z navbatida mehmon do'st, oqko'ngil do'stiga "Sizday do'st bilan uchrashtirgan Allohimga hamdlar bo'lsin" deya do'sti bilan quchoqlashib so'rashdi. Ana shu kun Alloh taolo ularni bir-biriga do'stlik rishtalarini bog'ladi. Ammo ikkisi ham kelgusida bu do'stligi yanada kuchli qadrdonlikka aylanib ketishidan bexabar edi. Kunlar o'tdi. Oy-u yillar o'tdi. Ikkala yigit uylanib, oilalik bo'lishdi. Oilaviy bordi keldilar. Ot aravada Umar oilasi bilan Abdullanikiga mehmonga kelsa, keyingi hafta Abdulla ot aravani qo'shib Umarning xonadoniga tashrif buyurardi. Ikki do'stni dunyo qarashi ikki xil bo'lsa-da, ammo suhbatlarida bu narsa hech sezilmasdi. Umar do'stiga: "Abdulloh, do'stim, ismingiz juda ajoyib ism. Abdulloh, Allohning quli degani. Namoz o'qib, Allohni zikr qilib yursangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Hali u dunyoda Sirot qil ko'prigidan o'tish bor" desa, Abdulloh hazillashib: "Obbo do'stim Umarjon, axir sizdek Allohni ulug'laydigan, 5 vaqt namozni kanda qilmaydigan do'stim bor-ku. Sirot qil ko'prigidan o'tayotganingizda meni orqangizga opchib olib, yugurib o'tib ketasizda do'stim." Ana shunday deb hazillashib kulib qo'yardi. Shu yo'sinda yillar o'tardi. Abdulla bir qiz, bir o'g'illi bo'ldi. Qizining ismini Ra'no, o'g'lining ismini Rustam dostondek botir yigit bo'lsin deb Rustam deb qo'ydi. Umar ham avvaliga qizli, keyin o'g'illik bo'ldi. Qiz farzandiga umri farovon u farog'atda o'tsin deya Farog'at deb ism qo'ydi. O'g'liga o'zidan ko'paysin deya Kubay deb ism qo'ydi. Qish ketidan bahor, bahordan so'ng yoz, yoz ortidan kuz fasli o'tib borardi. Ikki do'stni bir-biriga mehri ortsa ortardiki, lekin hech kamaymas edi. Shunday kunlarning birida bir mash'um xabar tarqaldi. Urush boshlanibdi. Urush. Hamma sarosimada. Nemis Germaniyasi SSSRga bostirib kiribdi degan shov-shuvlar tarqaldi. Ming afsuski, bu gaplar mish-mish emas edi. 1941-yil iyun oyi urush boshlandi. Qishloqlarda voyaga yetgan yigit borki, urushga safarbar etildi. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра
Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война.